Assalomu alaykum do'stlar. Hozir men balkim foydali bo'lgan ma'lumotni aytib o'taman. Ya'ni bu studentskiy bilet bilan bog'liq. Rossiya hududida tabiiyki ko'pchilik shu ishlash maqsadida keladi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra patenti yaroqsiz holatga kelib qoladi, kuydirib qo'yadi. Ana shunda chet el fuqarosi bu yerda biznesi, shu qanaqadir ishlari bo'lsa, bu yerda qolib ishlash yoki yashash muddatini cho'zish uchun o'qishga joylashib, u yerda ishlashni davom ettirishadi. Agar siz O'shni Adrenidagina o'qisangiz, shu agar kunduzgi bo'limda borib o'qiyotgan bo'lsangiz, ta'lim olayotgan bo'lsangiz, ana shunda siz kechda ma'lum bir soatda o'qishdan chiqib ishlashga haqqingiz bo'ladi. Agar siz zaochniy отделda o'qiyotgan bo'lsangiz, ishlashga haqqingiz bo'lmaydi hech qanday. Bir joyda sizni politsiya qo'lga tushirib qo'yadigan bo'lsa, siz mamlakatdan majburiy chiqarib yuborishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun bu videoni maksimal do'stlaringizga ulashib qo'yinglar. Shu aynan studentskiy biletni asos qilib Rossiya hududida qolishni rejalashtirayotganlar uchun ayni muddao bo'ladi o'ylashimcha. Studentskiy bilet qo'lga kiritib bu yerda yurish, o'qish mumkin, lekin ishlashga ruxsat berilmaydi. Ishlashga kimlarga ruxsat beriladi? Faqat shu O'shni отделda o'qiyotgan, kunduzgi bo'limda borib qatnab o'qiyotganlargagina shu o'qishdan chiqib qisqa vaqt ichida ishlashga ruxsat beriladi. O'ylayman bu video sizlarga kerak, manfaatli bo'ladi. Ko'pchilik shu patentini kuydirib qo'yib, Rossiya hududida shu studentskiy biletni asos qilib, bu yerda 1 yil qolishni shu aynan o'qish asosida cho'zdirmoqchi bo'lishyapti. O'ylashimcha bu ma'lumot ular uchun ayni kerakli va muddao bo'ladi. O'zlaringiz ehtiyot qiling.